Ba'zi odamlar bor, yo'qqanmi deysiz? Okey. Ba'zi odamlar bor, ular ketgachgina hayotimizda naqadar chuqur iz qoldirganini his qilamiz. Zarina, bu ism shunchaki hamkasb emas. Bu ism ostida fidoyilik, mehnatkashlik, mas'uliyat va chin insoniylik yotadi. Qariyb 3 yil davomida biz nafaqat birgalikda ishladik, balki birgalikda ulg'aydik, yiqildik, turdik va bir-birimizga tayanch bo'ldik. Og'ir vaziyatlarda siz jamoani o'z ruhingiz bilan qo'llab-quvvatladingiz. Kerak bo'lsa, ularga motivatsiya berdingiz, kerak bo'lsa, ularga ustozlik qila oldingiz. Zarina, yangi boshlanayotgan hayot yo'lingizda men sizga omad tilayman, shijoat, ilhom tilayman. Hech qachon unutmangki, biz hali ham bir maqsad, bir missiya ortida xizmat qilyapmiz. Zarina, good luck. Zarina desam meni esimga har doim nima keladi? Birinchi kun. Ya'ni biz birinchi kundan to shu kungacha har bitta kunimizni birga o'tkazdik. Har bitta erta tongdan birga kunimizni boshladik va kechki soat 8 gacha har doim biz birga ishlab, har qanaqa vaziyat, stressli vaziyatmi, xursandchilikmi, har qanaqa vaziyatni birga yengib o'tdik. Kerakli paytda maslahatdosh, kerakli paytda yaqin dugona, sirdoshga aylandingiz menga. Bu uchun sizga kattakon rahmat aytaman. Ya'ni meni har qanaqa vaziyatda ham qo'llab-quvvatladingiz, qanaqadir motivatsiyam tushib ketganda menga yordam berdingiz va shuni ayta olamanki, meni hayotimda do'stlarim orasida yana shu Cambridgeda yana meni do'stim bittaga ko'paydi deb ayta olamanki, va bundan tashqari men siz bilan hozir xayrlashmoqchi emasman. Nima demoqchiman? Biz shunchaki ishlash xonalarimiz o'zgardi, ishlash joyimiz o'zgardi, lekin bizning maqsadimiz, bizning missiyamiz hammasi birgalikda ketyapti. Men aytamanki, shu kungacha biz birga ishlab keldik va bundan keyin ham birga ishlaymiz va har qanaqa vaziyatda ham, har qanaqa holatda ham men sizni yaqin dugonangiz, men sizni yaqin hamkasbingiz bo'lib qola olaman va shuni tilaymanki, sizni keyingi karyerangizda o'sish, omad, baxt tilab qolaman. Nafaqat ishda, balki oilaviy holatingizda ham juda ham katta baxt tilab qolaman. Va nimani aytmoqchimanki, siz juda ham kuchli qizsiz, juda ham kuchli, har taraflama motivatsiyaga ega insonsiz va sizni juda ham yaxshi ko'raman va juda ham hurmat qilaman. Shu kungacha bergan maslahatlaringiz, shu kungacha menga yordam berganlaringiz, o'rgatganlaringizga rozi bo'ling va bundan keyin ham biz birgalikda ishimizni davom ettirib, katta maqsadlarga erishishni o'zim juda ham xohlayman va sizga ham katta baxt, omad tilab qolaman. Сегодня, к сожалению, нам придется попрощаться с одним из самых важных человеков в нашей семье, человеком, кто был частью самого процесса воссоздания семьи, и это вы, Зарина. За эти 2 огроменных года все люди в этом отделе научились от вас многому, профессионализму, который вы всегда показывали, и упорству, и к стремлению, которое вы всегда делились с нами. Лично мне за 2 эти года я от вас научился очень многому. Вы стали человеком, который повлиял на меня, который стал причиной того человека, которым я сейчас являюсь. Я не только говорю от себя, я говорю это от всей команды. Все здесь, все люди получили от вас многое, и за это вы можете гордиться. Ой, что-то у меня с камерой. Зарина, вот и мы находимся в том самом месте, куда мы вас собственноручно отдаем. И единственное, что я вам желаю, это удачи и выполнение всех ваших целей, которые вы пожелали и которые вы не смогли осуществить там, но желаете осуществить тут. От всей команды желаю вам счастья, здоровья и самое главное, чтобы улыбка от лица вашего никогда не падала. Зарина, здравствуйте. Я знаю, мы очень мало поработали, и мне от этого очень-очень грустно. И в первую очередь я хочу пожелать вам всего самого лучшего в ваших начинаниях, потому что я за вас очень рада. Bitta грустный tarafı, что mani tashlab ketyapsiz. Ozgincha просто men nadejdanalarim bu yoqqa kuyaytimga o'tayotganda такой оптимистичный, позитивный человек. Birinchi marta ko'rganda, siz bilan tanishganda rosa xursand bo'lgan edim. Bo'ldi, endi Zarina, Omina bilan birga ishlab yuramiz. Они такие классные, вот говорю же, kuyaytim не токсичныйligini sizlar доказательство qilib bergansizlar. Но в любом случае я желаю вам самого всего хорошего, самого лучшего в ваших новых начинаниях здесь.
И, конечно же, удачи. И baribir siz ozgincha bezovta qilishingiz mumkin. Sovetlar, maslahatlaringiz har doim bizga kerak bo'ladi. Желаю удачи. Assalomu alaykum Zarina opa. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sonlaringiz yaxshimi? To'g'ri, biz ko'p ishlaolmadik. Lekin men uchun shu ishlagan 2 oyimiz ham birga katta period va siz bizlarni komandadan ketayotganingizda, bizlarni komandadan tark etayotganingizdan juda va juda xafaman. Lekin bir tarafdan xursandman ham deya olishim mumkin. Xafaligim bu siz bilan mana shu 2 oy ichida ishlaganimda sizdan qanaqadir iltimos qilgan bo'lsam yoki nimadir so'ragan bo'lsam, har doim yo'q demasdan hammasiga yordam berib tushuntirgansiz. Xatolar qilib qo'ygan bo'lsam, to'g'ri qabul qilgansiz, to'g'ri yo'lga boshlagansiz. Shundan ketayotganingizdan juda xafaman. Ammo lekin xursandligim tarafi siz o'zingiz ketayotgan yo'lingizdan, o'zingiz oldingizga qo'ygan maqsadingizdan dalcha razviyatsiya qilishdan to'xtamayapsiz. Men bundan juda xursandman. Будущий maqsadlaringizda omad tilab qolaman. Zarina, ko'rsatmasin siz bilan 1 yildan ko'p muddatda birga ishladik. Menga shu 1 yil davomida qanaqa yordam so'ragan bo'lsam, har doim yordam berishga tayyor turdingiz. Hal qilib berdingiz hammasini, hech qachon yo'q demagansiz. Buning uchun sizga minnatdorman. Hozir Jahon School'ga ishga o'tyapsiz. Kompaniya 2 xil bo'lgani bilan maqsadimiz bitta. Men shundan xursandman. Kelajakda ishlaringizga rivoj tilayman. Faqat o'g'il. Avvalambor ketayotganingizdan to'g'risi xafa bo'lishini, xursand bo'lishni bilmayapmiz. Sababi maqsadimiz bir, uzoqqa ketmayapsiz. Har tomondan, kompaniya tomonidan ham, lokatsiya tomonidan ham bitta joydamiz. Ya'ni uzoq emas. Kelajakdagi ishlaringizda omad tilaymiz. Hamma o'ylagan orzu-niyatlaringizga erishing. Har doim gazini bosing. Creativni hech qachon esdan chiqarmang. Administratsiyadami? Mana gapiravering. Sizga yarashadi. Ha, bo'ldi. Hop, Zarina yaqinda o'zim ham xabar topdim. Siz meni Jahon School'ga o'zingiz xohlayotgan pozitsiyaga ro'pli o'tayotgan ekansiz. Bu ishingiz Alloh xayrli qilsin. O'zingizni hamma ezgu maqsadlaringizga erishing. Va o'zim sizni QA jamoasida ishlayotganingizda ishlarim bo'yicha feedbacklar so'radim. O'shalar bo'yicha yordam berardingiz. Buning uchun sizga kattakon rahmat. Va umid qilamanki, Cambridgedagi butun tajribangizni, o'sha salohiyat, qadriyat, professionalizmni bu yerda ham cho'p chiqib chiqarib berasiz va umumiy aytganda siz kabi inson bilan ishlaganimdan o'zim ham faxrlanaman, xursandman. Ishlaringizga, karyeringizga barchasiga omad, charchamang, salomat bo'ling. Sizni QA komandasidan ketayotganingizdan xafamiz, ya'ni Cambridgedan ketayotganingizdan xafamiz. Lekin ikkinchi loyihaga kirayotganingiz uchun men xursandman. U qanaqa? Jahon School. Ya'ni kirayotganingizdan xursandman. Bu ishingizda juda ham katta marralarga erishib yuring. Xudo xolasa sizni natijalaringizni ko'rib biz xursand bo'laylik. Birgalikda erishamiz hamma narsa. Assalomu alaykum Zarina opa. Hozir xabarlarga ko'ra Cambridgedan ketyapsiz ekan. Butun o'sha HR jamoasi nomidan xafa emasmiz. Sababi maqsadimiz bir, ya'ni bir uzoqqa ham ketmaysiz ekan, oldimizga Jahon School'ga. Ya'ni hamma ishlaringizga omad, Alloh taolo rizqingizga, umringizga baraka bersin. Har doim birdamligimizni yo'qotmang. Ishlaringizga omad.